Bugun men pensiya oladigan har bir inson uchun juda muhim bo'lgan masalani tushuntiraman. Pensiyaga qo'shib berilishi kerak bo'lgan ayrim to'lovlar bor. Lekin ko'pchilik pensionerlar bu haqda bilmagani uchun yillar davomida o'z pulini olmay yuradi. Bu gap faqat 1-2 kishiga emas, deyarli har bir oilaga tegishli. Ota-onangiz, buvingiz, bobongiz, qo'shningiz yoki o'zingiz ertaga pensiyaga chiqqaningizda shu holatga duch kelishingiz mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hoziroq kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Chunki bunday ma'lumotni bilgan odam o'z haqqini talab qila oladi. Men bugun sizga qaysi to'lovlar pensiyaga qo'shilishi mumkin? Kimlar bunga haqli? Qaysi holatlarda odamlar adashadi? Qayerga murojaat qilish kerak? Qanday hujjatlar tayyorlanadi va eng muhimi, nima uchun ko'pchilik bu pulni olmayotganini oddiy tilda tushuntirib beraman. Men buni murakkab qonun tili bilan emas, real hayotdagi misollar bilan aytaman. Avval pensiya masalasida ko'p narsa oddiyroq ko'rinardi. Odam belgilangan yoshga yetadi, mehnat staji hisoblanadi, ish haqi bo'yicha ma'lumotlar olinadi va unga pensiya tayinlanadi. Ko'pchilik shundan keyin pensiyam tayinlandi, endi har oy shu pulni olaman deb o'ylaydi. Aslida esa pensiya miqdori doim ham faqat asosiy hisob-kitobdan iborat bo'lmaydi. Ayrim holatlarda unga qo'shimcha to'lov, ustama, kompensatsiya yoki qayta hisoblash natijasida qo'shiladigan farq bo'lishi mumkin. Muammo shundaki, pensionerlarning katta qismi o'z pensiya ishini tekshirib ko'rmaydi. Ular davlat o'zi biladi. Hammasi avtomatik bo'lsa kerak. Menga tegishli bo'lsa o'zlari qo'shib berardi deb o'ylaydi. Lekin amaliyotda ko'pincha hujjat yetishmaydi. Eski ish joyidan ma'lumot olinmagan bo'ladi. Arxivda saqlangan hujjatlar olib kelinmagan bo'ladi. Nogironlik, qaramog'idagi shaxs urush yillari, zararli ish sharoiti, uzoq yillik staj yoki boshqa imtiyozli holatlar pensiya hisobiga kiritilmagan bo'lishi mumkin. Natijada odam har oy 1 ming, 2 ming, ba'zan 500 ming so'mgacha kam olish ehtimoli paydo bo'ladi. Oldin ko'p narsani odamning o'zi isbotlashi kerak edi. Hozir elektron bazalar kengaygan, idoralararo ma'lumot almashinuvi yaxshilangan. Ayrim ma'lumotlar avtomatik olinadi. Lekin bu hamma narsa 100% to'g'ri degani emas. Ayniqsa eski davrdagi ish staji, kolxoz, sovxoz, zavod, qurilish tashkiloti, tuman korxonalari, yopilib ketgan idoralar, eski mehnat daftarchasidagi noaniq yozuvlar, ayollarning bola parvarishi davri, harbiy xizmat, boshqa hududda ishlagan yillar bo'yicha xatolar ko'p uchraydi. Shuning uchun bugun asosiy savol bitta. Siz pensiyangizga qo'shilishi mumkin bo'lgan to'lovlarni tekshirtirdingizmi yoki yo'qmi? Men birinchi navbatda shuni aniq aytaman. Pensiyaga qo'shiladigan to'lov deganda faqat bitta turdagi pulni tushunmaslik kerak. Bu turli sabablar bilan paydo bo'ladigan qo'shimcha miqdor bo'lishi mumkin. Masalan, ish staji to'liq hisoblanmagani uchun pensiya qayta hisoblanadi. Yoki odamda imtiyozli ish sharoiti bo'lgan, lekin bu hisobga olinmagan. Yoki pensionerning qaramog'ida mehnatga layoqatsiz oila a'zosi bor, ammo bu haqda pensiya jamg'armasiga ma'lumot berilmagan. Yoki odam nogironlik guruhiga ega, lekin ayrim qo'shimcha huquqlarni bilmagan. Yoki yoshi katta. Yolg'iz yashaydigan, parvarishga muhtoj shaxs sifatida unga alohida yordam yoki kompensatsiya turlari tegishi mumkin. Kimlar birinchi bo'lib xavotir olish kerak? Eng avvalo pensiyaga eski yillarda chiqqanlar. Chunki eski davrda hujjatlar qo'lda yuritilgan, arxiv ma'lumotlari to'liq kiritilmagan, mehnat daftarchasidagi yozuvlar ba'zan noto'g'ri yoki tushunarsiz bo'lgan. Masalan, odam 1960 yildan 1995 yilgacha bir korxonada ishlagan. Lekin korxona keyin yopilgan. Pensiya tayinlanganda uning 50 yillik stajidan 50 yili tan olingan, 4 yil esa hujjat yetishmagani uchun hisobga kiritilmagan bo'lishi mumkin. Odam buni bilmaydi. Unga pensiya tayinlandi deyilgan. U esa rozi bo'lgan. Aslida o'sha 4 yil pensiya miqdorini oshirishi mumkin edi. Ikkinchi guruh ayollar, ayniqsa bir necha farzand ko'rgan, bola parvarishi sabab ish faoliyatida tanaffus bo'lgan ayollar. Ko'pchilik bola parvarishi davri, dekret ta'tili, mehnat stajiga qanday ta'sir qilishini bilmaydi. Masalan, ayol 25 yil ishlagan deb o'ylaydi, lekin pensiya hisobida 20 yil ko'rsatilgan bo'lishi mumkin. Sababi ayrim davrlar hujjat bilan tasdiqlanmagan yoki noto'g'ri kiritilgan. Agar bu davrlar qonuniy asosda stajga qo'shilishi mumkin bo'lsa, pensiya qayta hisoblanadi va miqdor oshadi. Uchinchi guruh zararli yoki og'ir mehnat sharoitida ishlaganlar. Masalan, kon, metallurgiya, kimyo, qurilish, issiq sex, paxta tozalash,
transport, tibbiyotning ayrim yo'nalishlari, ta'limning ayrim maxsus muassasalari, qishloq xo'jaligidagi og'ir ishlarda ishlagan odamlar. Bu yerda faqat men og'ir ishlaganman deyish yetmaydi. Lavozim nomi, ish joyi, ish sharoiti, korxona buyrug'i, maosh varaqalari, arxiv ma'lumotlari kerak bo'ladi. Lekin agar hujjatlar topilsa, bu pensiya miqdoriga yoki pensiyaga chiqish shartlariga ta'sir qilishi mumkin. 4-guruh nogironligi bo'lgan pensionerlar va ularning oilalari, ba'zi odamlar nogironlik pensiyasi, yoshga doir pensiya, ijtimoiy nafaqa, parvarish puli, kommunal kompensatsiya, dori-darmon yoki boshqa yordam turlarini bir-biriga aralashtirib yuboradi. Natijada bir to'lovni olayotgan bo'lsa, boshqasiga haqqi yo'q deb o'ylaydi. Har doim ham bunday emas. Har bir to'lovning alohida sharti bor. Shartlarga mos kelsa, odam asosiy pensiyadan tashqari ayrim qo'shimcha yordamlarni ham olish imkoniga ega bo'lishi mumkin. Endi real misol bilan tushuntiraman. Tasavvur qiling, Bahrom ota 67 yoshda. Unga 1.2 million so'm pensiya tayinlangan. U 3 yil ishlaganman deb yuradi, lekin pensiya ishida 25 yil staj ko'rsatilgan. Chunki 1996 yillarda ishlagan korxonasi yopilib ketgan va o'sha davr hujjati pensiya tayinlanayotgan paytda topilmagan. Bahrom ota endi kech bo'ldi deb o'ylashi mumkin. Lekin u arxivga murojaat qilib, o'sha yillardagi ish haqi va ish staji haqida ma'lumotnoma olsa, pensiya jamg'armasiga ariza bilan kiritsa, pensiyasi qayta hisoblanishi mumkin. Agar qayta hisoblash natijasida har oy bitta taqdirimizga 1000 so'm qo'shilsa, bir yilda bu 2 million 160 ming so'm bo'ladi. Bu pul doriga, kommunal to'lovga, ro'zg'orga sezilarli yordam beradi. Yana bir misol. Dilbar opa 60 yoshda pensiyaga chiqqaniga 2 yil bo'lgan. U 3 farzandni tarbiyalagan. Ishlagan joylari orasida tanaffuslar bor. Pensiya tayinlanganda faqat mehnat daftarchasidagi asosiy yozuvlar olingan, lekin ayrim davrlar bo'yicha buyruq nusxalari va arxiv ma'lumotlari kiritilmagan. Dilbar opa pensiya bo'limiga borib, pensiya ishining nusxasini yoki hisob-kitob ma'lumotlarini ko'rishni so'rasa, qaysi davrlar stajga kiritilganini bilib oladi. Keyin tug'ilganlik guvohnomalari, ish joyidan ma'lumotnomalar. Arxiv javoblarini yig'ib, qayta hisoblashni talab qilishi mumkin. Yana bir holat, pensionerning qaramog'ida nogiron farzandi yoki mehnatga layoqatsiz turmush o'rtog'i bor. Ko'p odamlar buni pensiya idorasiga aytmaydi. Chunki ular baribir biladi deb o'ylaydi. Yo'q, har doim ham bilmaydi. Qaramog'idagi shaxs bo'yicha qo'shimcha to'lov yoki pensiya miqdoriga ta'sir qiladigan holat bo'lsa, buni hujjat bilan ko'rsatish kerak. Tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, nogironlik ma'lumotnomasi, yashash joyi bo'yicha ma'lumot, qaramlikni tasdiqlovchi hujjatlar talab qilinishi mumkin. Kimlar xavotir olmasligi mumkin. Agar siz yaqinda pensiyaga chiqqan bo'lsangiz, barcha ish joylaringiz elektron bazada to'liq chiqqan bo'lsa, pensiya tayinlashdan oldin sizga hisob-kitob batafsil ko'rsatilgan bo'lsa, staj va ish haqi davrlari to'liq tasdiqlangan bo'lsa, qaramog'ingizda alohida hisobga olinadigan shaxs bo'lmasa, imtiyozli ish sharoitida ishlamagan bo'lsangiz, xotirjamroq bo'lishingiz mumkin. Lekin shunda ham men kamida bir marta pensiya ishingizni tekshirtirishni tavsiya qilaman. Chunki xatoni topish uchun mutaxassis bo'lish shart emas. Ba'zan oddiy savolning o'zi yetadi. Mening barcha ishlagan yillarim pensiya hisobiga kiritilganmi? Endi eng muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi tuzoq. Odamlar pensiya avtomatik oshadi, demak hammasi to'g'ri deb o'ylaydi. Pensiyalar umumiy indeksatsiya qilinganda hammaning pensiyasi ma'lum foizga o'sishi mumkin. Lekin bu sizning shaxsiy hujjatlaringiz to'liq hisoblanganini anglatmaydi. Masalan, sizning pensiyangiz 1.300 mingdan 1.130 mingga oshgan bo'lishi mumkin. Bu umumiy oshirish. Lekin agar sizning 5 yillik stajingiz hisobga olinmagan bo'lsa, asl pensiyangiz bundan ham yuqori bo'lishi kerak edi. Demak, umumiy oshirish bilan shaxsiy qayta hisoblashni aralashtirmang. Ikkinchi tuzoq, menga bir marta rad javobi berilgan, demak endi bo'lmaydi degan fikr. Rad javobi har doim yakuniy haqiqat emas. Ba'zan rad javobi hujjat yetishmagani uchun beriladi. Siz yangi hujjat topsangiz, arxivdan ma'lumot olsangiz, sud orqali faktni tasdiqlatsangiz, qayta murojaat qilish mumkin. Muhimi og'zaki gap bilan cheklanmaslik. Har doim yozma ariza bering va yozma javob oling. Og'zaki sizga tegmaydi degan gap bilan ish tugamaydi. Uchinchi nozik masala eski mehnat daftarchasidagi xatolar. Masalan, ism noto'g'ri yozilgan, familiya o'zgargan,
korxona nomi qisqartma bilan berilgan, lavozim aniq ko'rsatilmagan, muhr o'chib ketgan, buyruq raqami yo'q. Bunday xatolar tufayli butun davr hisobga olinmay qolishi mumkin. Ayniqsa ayollarda turmushga chiqqandan keyin familiya almashgan bo'lsa, hujjatlar bir-biriga ulanmay qoladi. Bunday holatda nikoh guvohnomasi familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat, arxiv ma'lumotnomasi juda muhim. 4-nozik masala: ish haqi ma'lumotlari. Pensiya miqdorida staj bilan birga ish haqi ham muhim rol o'ynaydi. Ba'zi odamlar eng yaxshi maosh olgan davrini ko'rsatmagan bo'ladi. Masalan, odam 1980-1992 yillarda yuqori maosh olgan, lekin hujjat topilmagani uchun pensiya boshqa pastroq davr bo'yicha hisoblangan. Agar keyin o'sha davr bo'yicha maosh ma'lumotnomasi topilsa, pensiya miqdori oshishi mumkin. Bu ham yashirin qoladigan eng katta pullardan biri. 5-holat, pensioner ishlashda davom etsa, ba'zi joylarda odam pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlaydi, lekin keyingi ish staji pensiyaga qanday ta'sir qilishini bilmaydi. Qonunchilikdagi amaldagi tartibga qarab, ishlayotgan pensionerning ayrim holatlarda pensiyasi qayta hisoblanishi, ish staji yoki daromadlari hisobga olinishi mumkin. Bu masalada aniq javob olish uchun odam o'z holatini pensiya jamg'armasida tekshirtirishi kerak. Chunki hamma uchun bitta javob yo'q. Kimdir rasmiy ishlagan, kimdir shartnomasiz ishlagan, kimdir soliq to'lovlari bilan faoliyat yuritgan, kimdir esa umuman hujjatsiz ishlagan. Hujjatsiz ishlagan davrni keyin isbotlash juda qiyin bo'ladi. 6-tuzoq: ijtimoiy yordamlarni pensiya bilan adashtirish. Ayrim to'lovlar pensiyaning o'ziga qo'shilmaydi, lekin pensionerning daromadiga qo'shimcha bo'lishi mumkin. Masalan, kam ta'minlangan oilalarga beriladigan yordam, parvarish puli, nogironligi bo'lgan shaxslar uchun imtiyozlar, kommunal xarajatlar bo'yicha kompensatsiyalar, mahalla orqali beriladigan yordamlar. Odam pensiyam bor, menga hech narsa berilmaydi deb o'ylamasligi kerak. Har bir yordam turi alohida mezon bilan ko'riladi. Oila daromadi, yashash sharoiti, nogironlik, yolg'izlik, parvarishga muhtojlik, qaramog'idagi shaxslar soni. 7-nozik jihat: pulni o'tgan davr uchun undirib olish masalasi. Odamlar ko'pincha agar menga 3 yil oldin noto'g'ri hisoblangan bo'lsa, hammasini qaytarib berishadimi deb so'raydi. Bu masala murakkab. Agar xato idora aybi bilan bo'lgan bo'lsa, bir tartib qo'llanishi mumkin. Agar fuqaro hujjatni keyin olib kelgan bo'lsa, boshqa tartib bo'lishi mumkin. Shuning uchun men doim aytaman: vaqtni cho'zmang. Hujjat topilgan zahoti ariza bering. Chunki ko'p holatda to'lovning boshlanish sanasi siz ariza bergan kun, hujjat topshirilgan kun yoki qaror qabul qilingan sanaga bog'liq bo'ladi. 8-holat: ishonchnoma va bank kartasi masalasi. Ba'zan keksa pensionerning pulini farzandi yoki qarindoshi olib yuradi. Pensioner o'zi qancha pensiya tushayotganini ham bilmaydi. Men bunday holatda juda ehtiyot bo'lishni maslahati beraman. Pensionerning o'zi har oy qancha pul tushayotganini bilishi kerak. SMS xabarnoma, bank ilovasi, bankdan ko'chirma, pochta to'lov varaqasi orqali miqdorni tekshirib boring. Chunki pensiyaga qo'shimcha to'lov qo'shilgan bo'lsa ham pensionerning o'zi bundan bexabar qolishi mumkin. Endi aniq nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. 1-qadam: pensiya miqdoringiz qanday hisoblanganini bilib oling. Buning uchun yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga boring yoki rasmiy elektron xizmatlardan foydalaning. Mening pensiya hisob kitobini ko'rsatib bering, qaysi yillar stajga olingan, qaysi ish haqi davri asos qilib olingan, qanday ustama va qo'shimchalar qo'shilgan deb so'rang. Bu savollarni berishga to'liq haqqingiz bor. 2-qadam: o'z hujjatlaringizni yig'ing. Sizga mehnat daftarchasi, pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, stir yoki shaxsiy identifikatsiya ma'lumotlari, ish joylaridan ma'lumotnomalar, arxiv ma'lumotlari, harbiy xizmat hujjatlari, diplom yoki o'qish davrini tasdiqlovchi hujjatlar, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargan bo'lsa tegishli hujjatlar, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari kerak bo'lishi mumkin. Agar nogironlik bo'lsa, tibbiy mehnat ekspert komissiyasi xulosasi yoki tegishli elektron ma'lumotlar ham muhim. 3-qadam: mehnat daftarchasini pensiya hisobidagi staj bilan solishtiring. Masalan, daftarchada 1979 yildan 1976 yilgacha bir tashkilotda ishlaganingiz yozilgan. Pensiya hisobida esa bu davr yo'q. Darhol savol bering: nima uchun kiritilmagan? Sababi muhr aniq emasmi? Buyruq raqami yo'qmi? Tashkilot arxivida topilmayaptimi? Sababni bilsangiz,
yechim topiladi. Arxivga so'rov yuboriladi, sudga murojaat qilinadi yoki qo'shimcha hujjat keltiriladi. 4-qadam eski ish joylaringiz bo'yicha arxivga murojaat qiling. Agar korxona yopilgan bo'lsa, uning hujjatlari tuman, shahar yoki viloyat arxiviga topshirilgan bo'lishi mumkin. Arizangizda to'liq ism familiyangizni, tug'ilgan sanangizni, ishlagan yillaringizni, korxona nomini, lavozimingizni yozing. Menga pensiyani qayta hisoblash uchun ish staji va ish haqi to'g'risida arxiv ma'lumotnomasi kerak deb aniq ko'rsating. Arxiv javobini olgach, uni pensiya jamg'armasiga topshiring. 5-qadam. Arizani albatta yozma topshiring. Arizada shunday mazmun bo'lishi mumkin. Mening pensiyamni qayta hisoblab chiqishingizni so'rayman. Quyidagi davrlar pensiya stajimga kiritilmagan deb hisoblayman. Ilova sifatida mehnat daftarchasi nusxasi, arxiv ma'lumotnomasi va boshqa hujjatlarni taqdim etaman. Arizani 2 nusxada tayyorlang. Bir nusxasini topshiring. Ikkinchi nusxasiga qabul qilingan sana va kirim raqamini qo'ydirib oling. Elektron topshirsangiz, ariza raqamini saqlab qo'ying. 6-qadam. Faqat og'zaki javobga ishonmang. Agar sizga qo'shimcha to'lov tegmaydi deyishsa, iltimos menga yozma javob bering deng. Yozma javobda sabab ko'rsatiladi. Sababni ko'rganingizdan keyin uni tahlil qilish mumkin. Hujjat yetishmayaptimi? Qonuniy asos yo'qmi? Ma'lumot noto'g'ri talqin qilinganmi? Yozma javob bo'lmasa, keyingi bosqichga shikoyat qilish qiyinlashadi. 7-qadam. Kerak bo'lsa yuqori tashkilotga yoki sudga murojaat qiling. Men har doim avval tinch va hujjatli yo'lni maslahat beraman. Mahalliy bo'lim, keyin yuqori boshqarma, keyin zarurat bo'lsa sud. Masalan, arxivda hujjat yo'q, lekin 2-3 guvoh bor. Eski buyruq nusxasi bor. Kasaba uyushma bileti bor, maosh varaqasi bor. Bunday hollarda ayrim faktlarni sud orqali tasdiqlashga to'g'ri kelishi mumkin. Bu jarayonda yurist yoki pensiya masalalarini biladigan mutaxassis bilan maslahatlashish foydali. 8-qadam. Oiladagi pensionerlarning pulini birgalikda tekshiring. Ota-onangizdan pensiyangiz qancha deb so'rash uyat emas. Pensiya hisobingizni ko'rganmisiz? Hamma ishlagan yillaringiz kiritilganmi? Arxivdan ma'lumot olganmisiz deb so'rang. Ayniqsa keksa odamlar idoraga borishga uyaladi. Navbatda turishga qiynaladi. Hujjat tilini tushunmaydi. Farzandlar yordam bersa, ko'p xatolar ochiladi. 9-qadam. Bank tushumlarini kuzating. Har oy pensiya qachon va qancha tushganini yozib boring. Agar bir oy ko'proq yoki kamroq tushsa sababini so'rang. Qayta hisoblash bo'lsa, qaror nusxasini oling. Qo'shimcha to'lov qo'shilgan bo'lsa, u qaysi asosda qo'shilganini bilib qo'ying. Bu keyin yana savol tug'ilganda sizga dalil bo'ladi. 10-qadam. Qonunchilikdagi o'zgarishlarni kuzating. Pensiya tizimida indeksatsiya, minimal miqdorlar, nafaqalar, ustamalar, ijtimoiy yordam shartlari va elektron bazalar bo'yicha o'zgarishlar bo'lib turadi. Bugun tegmagan to'lov ertaga yangi tartib bilan tegishi mumkin yoki aksincha hujjat topshirish muddati o'zgarishi mumkin. Shuning uchun ishonchli manbalardan ma'lumot oling. Pensiya jamg'armasi, Pongogub, Uz, mahalla, ijtimoiy himoya idoralari rasmiy xabarlar. Men alohida ogohlantiraman. Hech kimga pul beraman. Pensiyangizni oshirib beraman deb ishonib ketmang. Pensiyani oshirishning qonuniy yo'li hujjat, ariza, tekshiruv va qaror orqali bo'ladi. Agar sizdan pora, xizmat haqi yoki shubhali to'lov so'rashsa, ehtiyot bo'ling. Hujjat tayyorlashda yordam bergan mutaxassisga qonuniy xizmat haqi to'lash boshqa narsa, idoradagi ishni tezlashtirib beraman degan odamga pul berish boshqa narsa. O'z haqqingizni qonuniy yo'l bilan talab qiling. Bugungi gapning mohiyati shunday. Pensiyaga qo'shilishi mumkin bo'lgan to'lovlar, ustamalar yoki qayta hisoblashlar bor, lekin ko'pchilik pensionerlar buni bilmagani uchun o'z pulini olmay yuradi. Bunga sabab ko'pincha yashirin murakkablik, eski hujjatlar, arxiv stajdagi xatolar, ish haqi ma'lumotlari, qaramog'idagi shaxslar, nogironlik, imtiyozli ish sharoiti va yozma murojaat qilmaslik. Men sizga tavsiya qiladigan eng asosiy ish pensiya hisobingizni tekshirtiring. Qaysi yillar kiritilgan, qaysi maosh davri olingan, qanday qo'shimchalar bor, nimalar yetishmayapti, barchasini so'rang. Agar hujjat topilsa, yozma ariza bering. Og'zaki gap bilan to'xtamang. Har bir pensioner o'z haqqini bilishga va talab qilishga haqli. Sizning oilangizda pensiya hisobida xato topilganmi? Kimdir staji qo'shilmay qolgan yoki qayta hisoblashdan keyin pensiyasi oshganmi? Izohlarda albatta yozing. Chunki sizning tajribangiz boshqa odamga yordam berishi mumkin. Videoga like bosing.
kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangiz, qarindoshlaringiz hamda tanish pensionerlarga yuboring. Bu oddiy maslahat emas, bu ko'pchilik uchun har oy qo'shimcha pul degani.